Go'zallikni hamda yoshlikni sevuvchi ayol qizlarimiz uchun kosmetologiya markazidan juda ham katta aksiyani e'lon qilamiz. Qovoq oldirish, qosh ko'tartirishni rejalashtirib yurgan ayollarimiz bu videoni oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum, Zarina opa, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, Madinaxon keling. Birovlikning operatsiyasini Farg'onada shov-shuv qilib $100 qilayotgan opa sizmisiz? Albatta biz. Ko'plab sertifikatlarga ega bo'lgan Zarina opa qovoq olish hamda qosh ko'tarish operatsiyalarini $200 emas, $100 dan bayram oldi aksiyasiga qo'yib berishgan. Operatsiya jarayonidan 100% ko'nglingizni to'q qilsangiz bo'ladi, chunki barcha instrumentlar sterillangan holatda ishlatiladi. Operatsiyondan tashqari bu yerda kosmetologiya xizmatlari ham mavjud bo'lib, hozirda Zarina opam avtorskiy kokteyliga $150 emas, balki $100 dan bayram oldi aksiyasini e'lon qilishdi. Qoshingizdagi ko'karib qolgan tatuaj yoki ratsishofkalarni endilikda 400 ming so'mga emas, ushbu apparat orqali 100 ming so'mga o'chirtirish imkoniyatiga egasiz. Bu yerda nafaqat kosmetologiya, balki hamshiralik xizmatlari ham yo'lga qo'yilgan ekan. Elektroforez, bolalar massaji hamda faqatgina ayollarimiz uchun massajlar ham yo'lga qo'yilgan ekan. Bu yerga kelib ayollar hamma ishingizni bitirib ketsangiz bo'ladi. Hatto kiprga ekadigan masterlari ham bor ekan. Ushbu kosmetologiya markazining manzili Media Parkning orqasida joylashgan elektromobil zapravkasining yonginasida joylashgan ekan. Go'zallikni sevuvchi ayol qizlarimiz kosmetologiya markaziga kelaverasizlar.